Osiyo xalqaro universitetining tibbiyot yo'nalishi talabalari bugun biz nafaqat bir marosimni, balki insonparvarlik, halollik va vijdon bayramini nishonlash arafasida turibmiz. Bugun biz insoniyat faxri buyuk tabib Abu Ali ibn Sino tavallud topgan muqaddas afshonada bo'lajak shifokorlarimiz hayotidagi muhim bosqichga guvoh bo'lyapmiz. Bu oddiy tadbir emas. Bu shifokorlik yo'lida bag'ishlangan yuraklarning mas'uliyat oldidagi ilk qadami. Inson hayotidagi sadoqat bilan xizmat qilishga qasamyod berish marosimidir. Bugun qasamyod qilayotgan yoshlar Osiyo xalqaro universitetining 3-kurs tibbiyot talabalaridir. Bilimli, halollik va rahm shafqatni birlashtiradigan fidoyi shifokorlar bo'lasiz. Har bir bemor sizga umid bilan qaraganda, bugun qabul qilayotgan qasamyod so'zlaringiz yodingizda bo'lsin. Yurtimiz tinch, xalqimiz baxtiyor, shifokorlarimiz esa vatan sha'ni va inson hayoti oldida buyuk mas'uliyatni yuksak sadoqat bilan ado etuvchi fidoyilar bo'lsin. O'zbekiston Respublikasi shifokorlari qasamyodi. Men Osiyo xalqaro universitetiga o'qishga kirish sharafiga erishganligim munosabati bilan shifokor hakim degan ulug' nomga munosib bo'lish maqsadida tibbiy faoliyatimni boshlar ekanman. Haq va xalq oldida, vatan oldida qasamyod qilaman. Qasamyod qilaman. Qasamyod qilaman. Qasamyod qilaman.